Mani onam dunyodagi eng chiroyli onalardan bittasi. Dunyodagi eng mehribon insonim, do'stim, yaqinim, sirdoshim, mani doim nima ish qilsam ham qo'llab-quvvatlaydigan insonim bu mani onam bo'ladilar. Ba'zi holatlar bo'ladi. O'zimga ishonchim pasayib, shu ish qila olarmikinman ona deb savol bersam, onam kuladi. Shunchasini eplab kelyapsan-ku qizim, bu yog'ini ham eplaysan. Men senga ishonaman deb doim meni qo'llab-quvvatlaydilar. Bolalik paytlarimizda maza qilib, kulishib, gaplashib, suhbatlashib o'tirardik. O'sha damlarni ko'p sog'inaman. Mani onam dunyodagi eng kuchli, eng sabrli ayollardan bittasi hisoblanadilar. Bolaligimizda bizga eng zo'r ona bo'lgan bo'lsalar, hozir nevaralariga eng zo'r bu hisoblanadilar. Uyga borsam ham birinchi bo'lib onamni qidiraman. Onamsiz hayotni tasavvur ham qila olmayman. Bu videoda onamga aytolmagan gaplarimni yozganman, lekin shunaqa yosh kelyapti, o'zimni zo'rg'a tutib turibman. Ona, sizga har doim bu gaplarni aytolmasam ham, lekin bilingki, meni qalbimda shu gaplar bor. Sizni juda ham qattiq yaxshi ko'raman. Agar qaytadan imkon berilsa, men yana sizni onam bo'lishingizni xohlardim. Sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi erkak qizingiz.